Yandex.Eda orqali arzonga ovqat buyurtma berishni bilasizmi? Agar bilmasangiz videoni oxirigacha ko'ring. Yandex.Go ilovasiga kiramiz. Tepada taomlar bo'limiga o'tamiz. Xohlagan narsangizni arzonga olsangiz bo'ladi. Ya'ni pulingiz tejaladi. Past qismiga o'tamiz. Evos bor. Mana xohlagan narsangiz bor. Oqtepa lavashga kiramiz misol. Xohlagan narsangizni qarang. Ikkita odamlik kombo bor bu yerda. Kirib ko'rasiz. Nima yoqadi sizga misol. Xohlagan narsangizga chegirma qilsa bo'ladi. Bizga keling, mana shu yerda ikkita odamlik 105 ming so'mga ikkita odamlik lavash bor. Shunga bosamiz. Ketchup ketdi, kartoshka frey ketdi, original katta lavash ketdi, Pepsi. Hammasini отметка qilib chiqamiz mana bu yerda. Keyin kiritish degan joyda 105 ming so'm ko'rsatyapti. Bosamiz kiritishga. Sariq ichida keyingisi degan joy bor. Bosamiz. Yana keyingisini bosamiz. Qarang, mana bu yerda 113 ming so'mga mana shu ovqat keladi sizga. Lekin siz buni arzonroq qilib olish uchun mana bu kupon joyiga, kupon kod degan joyiga mana shu promo kodni kiritishingiz kerak. Shunda sizga 83 ming so'mga yetib keladi. Albatta sizlarga foydasi bor. Eng yaxshi reklama video deb o'ylayman. Like bosib, kommentariya qoldiring va kanalimizga obuna bo'ling.